Grechasi katta, ya'ni 10 santimetrdan katta insonlarga sham mumkin emas. Hop, vanna mumkin emas. Turli xil isitish muolajalari mumkin emas kasallikning o'tkir bosqichlarida. Bu bosqichlarda agar bu muolajalar qilinsa, yallig'lanish kuchayib ketadi, og'riq kuchayib ketadi, kasallikni zo'raytirib qo'yishimiz mumkin. Avvalambor kasallikni dorilar bilan davolab ko'riladi. NPVSlar, vitaminlar bilan davolab bel tortiladi. O'sha vitijeniya apparatimiz bor, apparatda tortib, kilogrammiga qarab tortiladi va yengillik beriladi. Endi kasallarni 5 kun davolab ko'riladi. Agar 5 kun ichida ham og'riqlari pastlamasa, qolmasa, operatsiyaga ko'rsatma deb bilamiz. Ko'pincha kasallarimiz maksimal 5 kun og'riq bilan turadi va 5 kundan keyin og'riq qo'yaveradi va bu yengil tortadilar. Kasallarimizda eng katta xatosi biz aytgan muddat vaqtda kelib bizga uchramasligi, qayta davolanishga va biz belgilab bergan kuncha yotib davolanmasliklari bu kasallikning qayta paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu disk shishgandan so'ng suyuqlik qaytgandan keyin avvalgi holatiga qaytadi.